小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会担起帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级神奇的怪物数学小分队。 San o'qi maxluqining yangi karvati. Bir tal tukluk yumshoq kempit. Yana bir tal tukluk yumshoq kempit. Hey Govo, nima ish qilyapsan? Hey Makis, men barliq yeydigan narsalarimni tizib sanayapman. Qanchalik bor ekan deb shu. Amsa qanchasi bor ekan? Govo. 1 2 Bakchiq bor ekan. Chiqiriq ekran hamisha govuni qo'rqitib yutadi. Chiqiriq ekran? O, Muslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj ekan. Nada g'alati maxluq bizning yordamimizga muhtoj bo'lsa, G'alati maxluq matematikada she'r paydo bo'ldi. Hey, bu san o'qi maxluq ekan. San o'qi maxluqining tunda birdan tartib 10 raqamgacha bo'lgan sanlar bor. Xuddi sizg'uchqalar o'xshaydi. Tekmo san o'qi maxluq. Yaxshi masala. G'alati maxluq matematika atirdi ekanlar. Bek uyqungiz kelib ketgan o'xshamamdi san o'qi maxluq. Shunda turg'ilin anchuk bo'lib ketdi. Oldin hattam yangi bir karvat setib olgan edim. Biroq uni qanday qurashtirishni bilmadim. Undaqda siz bir hafta uxlab boqmadingiz, shundaqmi? To'g'ri. Hozir shundaq uyqum kelib ketdi. Azdirman san o'qi maxluqi. G'alati maxluq matematika atirtirdikilar. Hozirlik ishingizga boradi. Biz sizga karvatingizni qurashtirib beramiz. Rahmat sizlarga. Tezroq kelinglar. Tezroq kelinglar. Biz san o'qi maxluqiga uning yangi karvatini qurashtirib beraylik. Men ishnimanki biz cho'qim g'alati maxluq matematika o'qimida paydo bal qila olamiz. Hozir emas-ku. Kelar qitim raqamli maxluqni ko'rganingda anlatmasang bo'ladi. Hey, sizning g'alati maxluq matematika atirtiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindig'ingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsiz, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartma so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rinishimizga yordam beradi. Wow, raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartma so'zi ikkisi bor ekan. Ular bo'lsa umumiy. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda uning voqirga ovozidan anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladang. Birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Hozir emas-ku. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingda anlatmasang bo'ladi. Kechirgin Lili. G'alati maxluq matematika atirtidiklar. Biz san o'qi maxluqiga yordam qilib, yangi karvatini qurashtirib beraylik. Yaxshimizlar g'alati maxluq matematika atirdilar. Mana bu mening dumlanma o'g'it karvatim. Biroq oldingi sharti buni qurashtirishimiz kerak. Dumlanma o'g'it karvati degan har xil chirindilarni dumlashdan hosil bo'lgan. Chirgan narsalarni dumlash orqali yangi yumshoq dumlanma o'g'it karvatiga aylantirishni ko'rsatdi. Men bu dumlanma o'g'it karvatini bakli yaxshi ko'raman. Bu karvatning boshqasi menga yoqmaydi. Tushuntirishida qanday o'rlashtirishni debdi. Biroq meni baqqay muhtaramati. Anala, birinchi qadamda 3 dona yepishqoq kavni yaga tizdiganmiz. 1 2 3. To'g'ri. Dal 3 dona yepishqoq kav bor ekan. Ikkinchi qadamda chirgan savizni qo'shib ekanmiz. 1 2 3 4. Aqalanglar. Undan keyin bu 7 tal ko'ktatni aralashtirib qo'ydik ekanmiz. Nima? 7 tal ko'ktat? Menda faqat 3 tal yepishqoq kav bilan 4 tal chirgan savizli bor tursa, menda 7 tal narsa yo'q tursa. Raqamli maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy askartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Umumiy. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 sanayman. 1 2 3. Umumiy. Ko'rdinglarmi? Biz buni qila oldik. G'alati maxluq matematika o'qimlar ko'rsatkish keldi. Bu bir san o'qiy uslanash musobaqasi. Jami qancha g'alati maxluq qatnashgandi? Jami qancha odam bu musobaqa qatnashdi? Javobini bilish uchun ularning sonini qo'shishimiz kerak. Bu raqamni anglagan hamon son o'qi ustiga chiqinglar. Patichilar ishini kelgan o'g'illar 1 2 3 supaga chiqinglar. Yaxshi bo'ldi. Sizlarni ko'rdinglarmi? Patichilar ishini kelgan qizlar navbatlarga keldi. 4 5 6-supaga chiqinglar.
Padişahlar üstüne kelgan 3 o'g'illar bilan padişahlar üstüne kelgan 3 qizlarni qo'shsak, to'g'ri, umumiy soni 6 bo'ladi. Eng oxirgi soni umumiy soni bo'ladi. Bu usulchilarning o'ynagan usuli nima degan chiroyli. Rahmat sana matematik ko'rsish ekrani. Bu bizga 5 yordam bo'ldi. Biz hozir bir guruh narsalarni qo'shilish orqali umumiy songa erishishga bo'lganligini bilib oldik. Umumiy degan matematik bilim bo'lgandikan. Biz birlikda g'alati mablag' matematik o'qimini ishlataylik. Agar bizning son o'qimiz bo'lgan bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi. Son o'q orqali qo'shish usulini ishlasak, bek qulaylik bo'ladi. Mening bek uyqum kelib ketdi. Biz bilimiz son o'qi maxluq. Bedeningizdagi sonlarni alabın uyquga ketdi. To'xtanglar, to'g'ri. Son o'qi maxluqi, son o'qish o'tgan-ku. To'g'ri Lili. Undaqda biz son o'qi maxluqini son o'qi qatorida ishlatsak bo'g'idek. Tushuntirish qog'ozida biz 7 tal ko'ktatni aralashtirishimizni debdikan. Sizlarcha 3 yepishqoq kavga 4 tal chirgan savizni qo'shsak 7 tal ko'ktatga teng bo'lamdi. Biz isbotlab boqaylik. Bu bir guruh yepishqoq kavlar. 1 2 3. Bu bir guruh chirgan savizlar. 1 2 3 4. Oldi bilan biz bu yepishqoq kavni son o'qi qo'yaylik. Son o'qi maxluqining birinchi sonidan boshlab qo'yaylik. Bizga sanishib beringlar, do'stlar. Başlayalım. 1 2 3. Endi biz bu çirgen sözlerini sana okuyaylı. Biz birlik sanaylı. 4 5 6 7. Baya sen 7 dedingmi? Şundak bu iki grup göktatlar birden tatip 7 kişi tizilgan. Bu şunu tushundirdiki, 3ga 4ni qo'shgandagi umumiy soni 7 bo'ladi. 7 tal ko'ktat. Tushundirish qog'ozi deyilgan bilan o'xshash bo'ldi. Nima bo'ldi? Siz uxlab qoldingiz. Bu sizin son o'qib bediningizdan foydalanib yepishqan kavo bilan chirgan sözning umumiy sonini qo'shdik. Natijasining qanday bo'lganligi qiziqamsiz? Qo'shgandagi natija 7 bo'ldi. Tushundirish qog'ozi deyilgan bilan o'xshash bo'ldi. Hamsi biz tezdan dumlanma o'g'it karavitimizni yasaylik. Bo'ldi. Qo'yib bo'ldik. Hech qanday o'zgarish yuz bermadi-ku. Albatta, chunki tushuntirish qog'ozining keyingi bosqichlar tex tugimadi. Tushuntirish qog'ozida bu 2 chirgan shaptulni qo'yamiz. Ondan 6 tal chirgan banan bilan bu 2 tal chirgan shaptulni qo'shsak, umumiy soni o eng oxirgi bet yo'q-ku. Eng oxirgi beti bo'lmagan tushuntirish qog'ozi bizga kerakli bo'lgan umumiy sonni aytib beradi. Biz qanday qilib bu dumlanma o'g'it karavitini yasaymiz? Endi qanday qilamiz? Raqamdagi maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati vaqt matematika maxfiy eskartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 sanayman. 1 2 3. Umumiy. Ko'rdinglarmi? Biz buni qila oldik. G'alati maxluq matematik o'qimlar ko'rsatish keldi. San o'qiy usul musobaqasi oyoqlashdi. Endi biz ularning erishgan mukofotlariga qarab boqaylik. 1 2 3 4 5 tal kumush medal bilan 1 2 3 tal oltin medalga erishdi. Ular jami qancha tal mukofot bo'ymaga erishdi? San o'qining yordamida umumiy son hisoblag'ili bo'ladi. Kumush medal bar tarafdan boshlab sanaymiz. 1 2 3 4 5. Oltin medal bo'ymini qo'shibla o'nlabla sanaymiz. Qaranglar, ular 6, 7, 8 supuq qo'yilgan eng oxirgi son bo'lsa, ularning umumiy soni son o'qi usul maxluqlari jami 8 tal mukofot bo'ymaga erishdi. Biz hozir son o'qi orqali har qanday narsaning umumiy sonini hisoblab bo'lganligini bilib oldik. Sanoqi bizga qo'shish usulini hisoblashni oddiylashtirib berdik-ku. Undaqda biz chirgan mevalarning umumiy sonini hisoblab boqaylik. Mushunda qilsak, biz sanoqi maxluqining karavitini yasay olamiz. Bek uyqum kelib ketdi. Karavitingiz hozirlab bitdi. Biz faqat sizning badaningizdagi son o'qidan foydalanib chirgan shaptul bilan chirgan badanning umumiy sonini hisoblasak bo'ladi. Bo'ladi. Son o'qi maxluq. Siz yetib turing. Avval chirgan shaptulni sanaylik. Ularni son o'qiga qo'yaylik. 1 2. Endi biz son o'qiga bu chirgan bananlarni qo'yaylik. Biz birlikda sanaylik. 3 4 5 6 7
8. Şuna 2 tal çaptılğa 6 tal bananna qo'shsak, jami hisoblab bo'ldi alamo. Umumiy soni 8 bo'ladi. 8 tal chirgan meva bo'ldi. Bak yaxshi oldu. Hey, yerdagi av narasi nima? Bu tushundirish qog'ozida yutib ketgan var ekan. Buningda 8 tal chirgan meva ketidi debdi. Bu dal mevalarning umumiy soni ekan. Biz mevalarni dumlim karotini ishga to'kaylik. Ondan keyin ularni aralashtirdik ekanmiz. Hey, o o'zgaryapti. Qaranglar. Mening karvetim. Nima degan chiroyli. Mening yangi dumlanma o'g'it karvetim. Bek rahat kel. Bu dalmang lozim karavat. Rahmat sizlarga. G'alati maxluq matematika aytirdilar. Yaxshi qildinglar, g'alati maxluq matematika aytirdilar. Biz sanoqi maxluqiga yangi dumlanma o'g'it karotini bitirib berdik. Biz narsalarni sanoqqa qo'yish orqali umumiy sonni hisoblash usulini bilib oldik. Shunga biz g'alaba qildik. Shundaqmi? Sanoqi maxluqi qandaqroq hissiyati bo'lyapsiz? Şu albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish ortayli. Amasa 3 sanayman. 1 2 3. Oy! Biz matematika bilimlarini g'alabada qoldirdik.